Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan WordPressni, ya'ni 6-darsini ko'rib chiqamiz. Shu paytgacha biz sizlar bilan 5 ta darslik ko'rib chiqdik va bugungi darsimiz esa 6-darsimiz takrorlash darsi bo'ladi. Ushbu darsligimizda biz nimalarni o'rganib chiqamiz? Ushbu darsligimizda biz shu paytgacha o'rgangan narsalarimiz, ya'ni biz shu paytgacha WordPressni qanday qilib o'rnatish, pluginlar nima, temalar nima mavzularni ko'rib chiqdik. Bugun sizlar bilan esa umumlashgan holatda takrorlash darsini qilib chiqamiz va o'zimiz uchun kichkinagina, ya'ni uyga vazifa ham topshiriq berib o'tib ketamiz. Xo'p. Nimadan boshlaymiz? Avvalgi darsimizda biz, ya'ni Inspire anaqa temasini o'rnatgan edik. Mana ushbu temani biz sizlar bilan o'rnatib ko'rib chiqqan edik. Endi bugungi darsimizda biz o'sha Elementor plugindagi bor widgetlarni ko'rib chiqamiz va o'zimiz bitta customli sahifa, oddiygina bitta sahifa yaratib ko'ramiz. Ushbu sahifalar, ya'ni temani o'zining sahifalari. O'tgan safar sizlar bilan ko'rib chiqqan sahifalarimiz bular. Biz esa o'zimiz bitta customli, ya'ni o'zimizning dizaynimiz bo'yicha bitta stranitsa Elementor widgetlar yordamida yaratib chiqamiz. Xo'p, yangi sahifa yaratish uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yangi sahifa yaratishimiz uchun bu yerdan sahifalar bo'limidan yangi sahifani qo'shish bo'limini bosamiz va bu yerga sahifaning nomini yozib chiqishimizga to'g'ri keladi. Endi bu sahifamiz nomini nima deb belgilasak bo'ladi? Aytaylik, misol uchun xizmatlar deb yozsak bo'ladi. Mana xizmatlar, ya'ni sahifasi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu ya'ni content qismini, bu kichkinagina content qismi hisoblanadi. Endi biz buni WordPressda, ya'ni Elementor yordamida ushbu sahifani yaratib olamiz. Xo'p, ahamiyat beramiz. Bu sahifamiz nomi. O'ng tomonga ahamiyat beradigan bo'lsak, bizda nimalar bor? Ko'radigan bo'lsak, bizda опубликовать bo'limida status, videomiz va опубликовать bo'limi turibdi. Xo'p, birinchi navbatda bu yerda status bo'limi. Status bo'limini ko'radigan bo'lsak, ya'ni bizda ikki xil statusimiz bor. Bittasi chernovik, bittasi утверждение. Xo'p, утверждение nima degani? Ya'ni aytaylik, siz endi boshlanayotgan bir qandaydir yosh dasturchisiz va sizga qanaqadir ustozingiz tomonidan, ya'ni yoki bo'lmasa bitta katta kompaniyaning saytining bitta sahifasini yaratish topshirig'i berildi va siz u topshiriqni bajarganingizdan keyin va buni na утверждение qo'yadigan bo'lsangiz, sahifangiz umumlashgan holatda hamma uchun ko'rinmaydi va u, ya'ni tasdiqlash bo'limi hisoblanadi. Bu tasdiqlash bo'limida turib turadi. Va uni ko'rib chiqib, aytaylik, mentoringiz yoki bo'lmasam o'sha hamkasbingiz yoki bo'lmasam o'sha sizga topshiriq bergan inson ko'rib chiqqandan keyin uni опубликовать qilsa bo'ladi. Chernovik esa bu, ya'ni tahrirlanayotgan holatda desak ham bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, keyingi bo'limimiz videomiz bo'limi, ya'ni ushbu sahifani kimlar ko'ra oladi degan maqsadda. Открыто qiladigan bo'lsak, bu открытоda, ya'ni hamma uchun, ya'ni hamma ko'ra oladi. Защитный parol ham qiladigan bo'lsak, biz ushbu sahifaga, ya'ni xizmatlar mana bu link orqali kiradigan bo'lsa, bu hamma uchun ham bo'lmaydi, ya'ni parollangan bo'ladi. Bu yerga biz aytaylik 1 2 3 4 5 parolni qo'yadigan bo'lsak, bu, ya'ni ushbu sahifani beradigan bo'lsak, bu hamma uchun ham ochmaydi. Parol so'raydi va parol so'ragandan keyin ushbu sahifa shu parol orqali kirib chiqishlari bemalol mumkin bo'ladi. Buni ko'rib chiqamiz hozir. Mana shuni parol bilan qiladigan bo'ldik va buni biz ko'rib chiqamiz. Qani xizmatlar, mana bizda mana ko'rib turganingizdek ushbu xizmatlar bo'limi, ya'ni parollangan holatda turibdi. Endi buni paroli 4-5 edi va buni bosadigan bo'lsak, endi bu hamma uchun ko'rinadi mana. Xuddi shunday holatda qilsak bo'ladi. Endi bunga qaytamiz va o'zimiz sahifamizga. Xo'p. Endi zashonni ko'rib chiqdik. Bizda odatda открыто holat turadi. Личный bo'lsa bu shaxsiy uchun bo'ladi. Ya'ni shaxsan ya'ni adminga tomonidan kirsangiz bo'ladi. Открыто bo'limida turadi. Keyingisi esa aytaylik, ushbu sahifani siz oldin, misol uchun aytaylik, buni hozir bugun 5-may sanasi bo'ladi, bugun 7-may sanasi bo'ladigan bo'lsa, 4-aprelda aprelning misol uchun 7-sanasida qiladigan bo'lsak, bemalol belgilab shu sanada chiqarishimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa planirovka qilib qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni iyun oyining 5-sida chiqsin degan yoki bo'lmasa soat bo'yicha ham plan qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyingi
qismiga o'tadigan bo'lsak, attribut straniцы. Bu nima degani? Bu degani, ya'ni ushbu straницani qaysidir ya'ni ushbu sahifani qaysidir sahifaga biz дочерний, ya'ni bola sahifa qilsak ham bo'ladi. Ya'niki aytaylik about ga дочерний qiladigan bo'lsak, ya'ni родитель qilib about ni belgilaydigan bo'lsak, bizda mana bu yerda hozir e'tibor berib turasizlar. Example ni oldida about, ya'ni about dan keyingi sahifa, ya'ni ichki sahifa hisoblanadi. Buni qilishimiz mumkin biz odatda, misol uchun xizmatlar bo'limini qiladigan bo'lsak va xizmatlardan keyin aytaylik, misol uchun qaysidir uslugangiz bor. Misol uchun xizmatlar bo'limida, servis bo'limida aytaylik web dasturlash bo'ladigan bo'lsa, web dasturlash sahifasini yaratganingizda xizmatlardan родительскийsi sahifasiga xizmatlarni belgilab qo'ysangiz, ya'ni xizmatlar slash keyin web dasturlash linki bo'ladi. Xo'p, shablon по умолчанию. Bu nima degani? Shablon degani bu hozir bizda, ya'ni Elementor Canvas, Elementor Full Width bular Elementorning o'zini anaqa shablonlari hisoblanadi va pastga oladigan bo'lsak, bu temani o'ziniki, straniца без заголовка, zagolovkasiz yoki umumiy shirinasini 100% bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir konteyner ichida xuddi shu yerdan belgilab qo'ysak bo'ladi. Bizda odatda по умолчанию turgani yaxshi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Biz ham o'zimiz kasrni shablon qilsak bo'ladimi? Albatta, qilsangiz bo'ladi. Uning uchun biz kodga aralashgan holatda, PHP ni yaxshi bilgan holatda shablonaviy sahifa qilsak bo'ladi. Uni ham dars davomida, ya'ni keyingi darslarimizda ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, keyingisi порядка. Bu ya'ni nechinchi o'rinda turinishini buni ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni sahifalarga kirganingizda bu 1, bu 2, bu 3 tursin degan maqsad turadi. Bu изображение страница. Bu nima degani? Изображение страница, bu yerga biz rasmimiz ko'rinmasligi mumkin, lekin ahamiyat berib turasizlar. SEO yoqqan paytimizda ushbu yerdagi rasmimiz, ya'ni biz link yuborayotgan paytimizda link bilan birga qo'shilib ketayotgan rasm mana shu rasm hisoblanadi. Ya'ni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, mana bu linkni olib turib Telegramdan yoki qaysidir messenjerdan yuboradigan bo'lsangiz, ya'ni shu yerdagi rasm bilan tagida opisaniyasi va shu sahifaning nomi birgalikda ketadi. Xo'p, bu haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik va biz hozir buni opublikovat qilamiz va Elementor bo'limiga, ya'ni sahifani tahrirlash uchun kiramiz. Ushbu bo'limda hop bizni nimalar kutadi? Ya'ni aytaylik, bu yerda xizmatlar, ya'ni zagolovkasi, ya'ni shu sahifaning nomi turibdi. Endi birma-bir biz ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerga o'tadigan bo'lsak, bizda bu flexboxmi yoki setka degani. Setka nima degani? Setkani juda yaxshi bilamiz. Ya'ni bilmaganlar uchun setka bu grid, ya'ni CSSdagi grid funksiyasi hisoblanadi. Xo'p, setka shunda bu konteyner hisoblanadi. Konteynerda chap tomonga e'tibor beradigan bo'lsangiz, flexbox yoki setka. Boya aytganimdek, yoki flexbox bo'lishi mumkin yoki setka bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi ограничение, ya'ni bu 1140 konteynerning по умолчанию razmeri hisoblanadi va vovsiu shirini qiladigan bo'lsak, bizda ya'ni butun kenglik bo'yicha oladi. Ya'ni butun kenglik bo'yicha ограничение bo'lsa 1140 da oladi. Buni ham o'zimiz misol uchun bersak bo'ladi. 1200, 1300 qilib bersak bo'ladi. Bu minimum vысота degani, ya'ni balandligi degani, misol 400 qiladigan bo'lsam, ya'ni 400 piksel balandlikda bo'ladi. Xo'p, keyingisi elementlari, ya'ni bu ko'radigan bo'lsak, bu ya'ni rad gorizontal holatda chiqadi, ya'ni ichidagi widgetlarimiz. Bu esa boshlanishida, oxirida, o'rtasida, ya'ni justify contentga o'xshagan o'sha xuddi shuni beruvchi qaysidir bir kod desak ham bo'ladi buni. Bu probel, ya'ni ikkita widget qo'yganimizda o'rtasini bir-biridan ochib turadigan, ya'ni gap bo'ladi bu. Xo'p, wrap nima degani? Wrap juda yaxshi bilasizlar, ya'ni o'lchamidan o'tib ketadigan bo'lsa pastga tushirib yuboradi. Xo'p, keyingi дополнительный opsiya degani, ya'ni shu konteynerdan chiqib ketadigan bo'lsa uni yashirib qo'yadi yoki bo'lmasam yashirmasdan, ya'ni yoniga qo'shib yuboradi. Va bu esa qaysi tagning ichida mana shu konteyner bo'lishi, ya'ni div, odatda bizda по умолчанию div holatda keladi. Xo'p, keyingisi konteynerni ko'rib chiqdik va keyingi bo'limda stil bo'limi. Stil bo'limi qanday bo'lim hisoblanadi? Stil bo'limi, xo'p, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda наведение holati bo'ladi va обычный holati bor. Xo'p, bizga aytaylik, обычный holatda misol uchun mana buni bosadigan bo'lsak, bizga rasm qo'yishni qo'shib beradi. Aytaylik, bu misol uchun aytaylik, uni orqasini, ya'ni backgroundini qora fonda qilaylik va
ya'ni navedение mishkamiz borganda aytaylik buni ozgina seriroq qilsak bo'ladi. Mana boradigan bo'lsak, mana e'tibor beryapsiz, seriroq bo'lyapti. Xo'p. Endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, bu yerda gradient holatda ham bor, ya'ni gradient qilib bemalol ishlata olsak bo'ladi. Pastdagi ko'rinishlari esa gradient ranglari aytaylik, mana shu holatda bo'lsin, bu holatda qilib bemalol gradient holatda ham bersak bo'ladi. Lineyni, ya'ni pastdan tepaga yoki bo'lmasa radial dumaloq holatda, ya'ni bo'ladigan qilib bersak ham bemalol bo'ladi. Keyingi holatimiz video. Xohlasak bu yerga video qo'shishimiz mumkin. Ya'ni YouTubedan birorta video olib kelib, bemalol videomizni qo'ysak bo'ladi. Keyingisi esa slide show, ya'ni rasm qo'ygan rasmlaringiz slide holatda ko'rinib turadi mana. Aytaylik, xo'p, ikkita rasmni belgilaydigan bo'lsak, mana rasmingiz slide holatda ko'rinadi mana. O'zi avtomatik o'tadi. Mana beskонечный sikl bo'lganligi uchun rasmni o'zi mana almashadi. Chiroyli fonda, ya'ni karussel xizmatda qilsak ham bo'ladi. Xo'p, ushbu darsligimiz shu joyda yakunlaymiz. Keyingi darsda buni davom ettirib ketamiz.